Bugun boshqacha usulda o'zi ham ko'rinishi ham juda ham zo'r bo'lib chiqadigan go'shtli piyoz tayyorlaymiz. Avval qatiqqa chaynak soda solib aralashtirib idishimizga solamiz va ketidan 2 piyola qaymoq va 1 piyola pista quyib tuz qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz va yetarlicha un qo'shib muzqaymoq xamir qilamiz. Tayyor xamirimizni katta va kichkina bo'lakka bo'lib xolodilnikka tindirish uchun olib qo'yamiz. Bu arada nachinkasini ham tayyorlab olamiz. Nachinkasiga mayda to'g'ralgan piyoz, yo'lkadan o'tkazilgan kartoshka va mayda to'g'ralgan go'shtni ishlab xohishingizga ko'ra tuz zirasini qo'shib yamagini to'g'irlab bir chetiga olib qo'yamiz. Xamirimizni katta qismini shalg'atdan darg'a qo'yadigan nachinkamizni qistirib olib chiqamiz. Ana endi nachinkani ustidan kichkina xamirimizni ham yoyib bir tekis cheklarini videoda ko'rsatilgandek qilib Aynan shu retseptdan tayyorlab sotuvga chiqarib daromadga kirsanglar ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va izohlarda fikringizni qoldirishni unutmanglar. Videoni esa yaqiningizga yuborib qo'yinglar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlab oling. Menga esa podpiska bosib qo'yinglar. Agar ishtahilarni ochgan bo'lsam, qo'qonlik kelinim qayta deb olmaliqqa kelaveringlar.